Poytaxt aholisini sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlash va uning sanitariya talablariga muvofiqligini nazorat qilish maqsadida hududlarda monitoring ishlari olib borilmoqda. Mas'ul tashkilotlar tomonidan ichimlik suvi namunalari tahlil qilinib, aholi salomatligi uchun muhim bo'lgan ko'rsatkichlar o'rganilmoqda. Poytaxtimizda aholiga yetkazib berilayotgan ichimlik suvi sifatini nazorat qilish ishlari izchil davom ettirilmoqda. Xususan, Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan ichimlik suvining milliy standartlar hamda sanitariya talablariga muvofiqligini o'rganish maqsadida monitoring tadbirlari olib borilmoqda. Monitoring ishlari Yangihayot tumanida ham boshlangan bo'lib, birinchi manzil tumanning Xushnut mahallasi hududida joylashgan umumiy ovqatlanish shoxobchalari biri bo'ldi. Manzilda ichimlik suvidan namuna olinib, maxsus laboratoriya tekshiruvlari o'tkazildi. Biz hozir suvdan Bakxim laboratoriya tahlili uchun nazoratga oldik. Birinchi biz qoldiq xlorini tekshiramiz, temperaturasini, temir qoldiq loqaligini tekshiramiz. Keyin ikkinchida mikrobiologiya suv tahlili olamiz. Bu mikroorganizm, mikroblarga tekshirish uchun. Bu nazorat ishimiz har oyda plan bo'yicha siz bilan taqsimlangan holatda tahlil olamiz. Masalan, mana mikrobiologiya Bakxim analizga olganimizda suvimiz tahlili qoniqarli chiqmasa, ko'lindeks agar baland bo'lib qolsa, biz o'sha birinchi o'chirat tarmoqqa o'sha liniyani xlorlab yuvdiramiz. Temperaturasi oshib ketishi kerak emas ichimlik suvimizni. Hozirgi mana suv tekshirgan anaqa namunamizda suvni harorati 15 gradus ko'rsatildi. Bu talabga javob beradi. Monitoring ishi tumandagi Yangi Darxon mahallasida ham davom ettirildi. Hozirda manzilda 18600 nafardan ortiq aholi istiqomat qiladi. Mahalla binosiga ulangan ichimlik suvi tarmog'idan sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi mas'ullari tomonidan namunalar olindi. Tahlil natijalariga ko'ra, ichimlik suvi sifati belgilangan me'yorlardan yuqoriligi aniqlansa, tegishli tartibda chora ko'riladi. Monitoring tadbirlarimiz ikki bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda tumandagi nazorat nuqtalaridan ichimlik suv tahlil namunalari olinib, sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi tuman laboratoriyasiga yuboriladi. Ikkinchi bosqichda esa tahlil natijalariga ko'ra O'zbekiston milliy standartlariga, talablariga mos kelmaydigan holatlar aniqlansa, inspeksiya va tegishli tashkilotlar tomonidan choralar ko'riladi. O'tkazilayotgan monitoring tadbirlarimizdan asosiy maqsad aholiga yetkazib berilayotgan ichimlik suvini milliy standartlarga va sanitariya qoidalariga mos kelishini o'rganish va iste'molchilarga toza ichimlik suvini yetkazib berishdan iborat. Joriy yilning boshidan hozirgi kunga qadar 1000 tadan oshiq nuqtalarda ichimlik suvini tahlil namunalari olindi. Milliy standartga mos kelmagan holatlar hozircha aniqlangani yo'q. Bu kabi monitoring tadbirlari Toshkent shahrining barcha tumanlarida doimiy ravishda olib borilmoqda. Undan ko'zlangan asosiy maqsad esa aholiga sifatli, xavfsiz va sanitariya talablariga javob beradigan toza ichimlik suvini yetkazib berishni ta'minlashdir. Gulijon Noraliyeva, Murod Sagrayev, Sherzodxo'ja Baxtiyorov, Poytaxt.